Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Algoritm Ahmaddan Muxlisga qarab yurib kelishimizga 13-domda. Uyimiz mana shu 4-etajda 5 xona 107 kvadrat 110 ming dollar deyishyapti. Bismillah, mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Shundan kirganimizda koridordan o'ng qo'lda birinchi xonasi. Mana birinchi xonamizning bu tarafdan ko'rinishi, mebel texnikalari qoladi. Mana shu xonadan chiqib o'tishimizda, ya'ni koridorga chiqiladi. Bu vanna, tualet va alohida. Mana ikkinchi xonamiz. Mana ikkinchi xonamizning bu tarafdan ko'rinishi, ko'rib turgan mebellar qolar ekan. Glavniy eshigimizdan kirib kelishimizda to'rda yana bitta xona, bu uchinchi xonasi. Zalimizning bu tarafdan ko'rinishi, kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profiliga raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Zalli eshigidan shunday to'g'ri kirib kelishimizda shu yerda ikkita xona bor. Chapda ham, o'ngda ham ikkalasi bir xil. Mana bu 4-xonamiz bu tarafdan ko'rinishi. Mana bu 5-xonamiz. Mana shu glavniy eshikdan kirib kelishda chap tarafda kuxnya. Kuxnyadan bu yoqqa balkonga chiqilar ekan. Balkonda mana o'tiradigan joylar qilib qo'yilgan. Xolodilniklar qoladi. 586-bog'chani shunday yonidagi dom ekan. Balkonimiz bu tarafdan ko'rinishi, shunaqa uylar qidirayotgan tanishlarga tashlab qo'yinglar.